Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Uyg'ur axborot markazining haftalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Muhammad Izzat. Bugun seshanba. Tövəndə edəkdənlər xəbərlərimizin təfsilatı olsun. Oxamnab xəbərdarının 20 martdakı xəbərdə deyilishicha, 2024 yil 18 mart dushanba kuni Angliya Tashqi Komitetining raisi va parlament a'zosi Alicia Kearns Angliya parlamentidagi tashqi ishlar, savdo, taraqqiyot, telegraf, energiya va muhit ministrligining sekretarlariga birlashma bayonot sunib, Angliyaning kun taxti ta'minlash zanjiriga munosabatlik Uyg'ur majburiy emgakini to'xtatishni talab qildi. Bu dokladga 43 parlament a'zosi va 32 kishilik huquq tashkiloti imzo qo'ygan bo'lib, konservativlar, emgakchilar, Erkin Demokratlar partiyasi, Yeşillar partiyasining parlament a'zolari bu dokladni alohida qo'llagan. Bu bayonotda kun taxti yasashda intayin muhim bo'lgan kasblarda Sharqiy Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk musulmonlar ko'p sonliqni tashkil qilgan majburiy emgak kuchining ishlatilishiga bo'lgan andisha alohida qilingan. Bayonotga imzo qo'ygan parlament a'zolari Angliyaning kun taxti sanoatining Uyg'ur rayonida yuz bergan kishilik huquq va xorliq ham ziyonkashlik masalalariga alohida ko'ngil bildirganligini bildirgan. Bu birlashma bayonotda tovandikilar talab qilingan. 1. Import kontrolliga yo'l qo'yildi. Majburiy emgak bilan butunlay yoki qisman chetishliq bor tovarlarning davlatimizga kirishi qattiq kontrol qilindi. 2. Kun taxta va boshqa energiya sanoati ta'minlash zanjirining ko'p xillashishini ishga oshirish uchun qo'shimcha tadbirlar ilindi. 3. Qonun xiloflik qilgan Uyg'ur majburiy emgakiga bog'lanishliq kun taxti shirkatlarining Angliyada tijorat qilishi cheklandi. Alicia Kearns Amerika allaqachon Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuni orqali Uyg'ur majburiy emgakiga munosabatli tovarlarni import qilishni cheklashni yo'l qo'ydi. Yevropa ittifoqi majburiy emgakning oldini olish qonuni bilan o'xshash cheklamalarni o'tirib qo'ydi. Angliya bo'lsa Uyg'ur majburiy emgaki bilan yasalgan tovarlarning to'kma qilib setish xavfiga duch kelmoqda. Bu dokladga 43 partiya, parlament a'zosi va 32 kishilik huquq tashkiloti imzo qo'ydi. Hukumat cho'qim diqqat qilishi va tadbir qo'llanishi kerak. Biz Uyg'ur majburiy emgakiga qulluqqa jumladan irqiy qirg'inchilikqa yechilchilik qilib berishdan qattiq ogoh bo'lishimiz kerak degan. Xabarlarimizni ko'rganingizga rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Allohga emanet.